Assalomu alaykum, kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz shahrimizning ajoyib mestasida joylashgan Nadmista Beshni ko'pirga yaqin yerda yangi qurilgan domni birinchi qavatida 52 kvadrat bo'lgan kvartiramiz sotiladi azizlar. Birinchi qavatda yana ko'rib turganingizdek bir qavatda 3 xonadon, to'g'ridagi eshikimiz. Podyezdlar ham akkuratniy, oyoqlar ham mramor, divanlar travertin qilganlar. Bismillah giramiz. Girgandan koridor joylari keng tushgan, oyoqlar laminatlar yayilgan. Gilamlar ham döşalgan, eshiklari high-tech eshiklar hammasi. Chap tarafimizda bu yerda pirxoshkalar ham o'rnatib qo'ydilar. Ichini vajlari bilan sotiladizlar. Jihozlari bilan. Shu ichida novi ko'rib turgan bo'lsangiz, shu vajlari qoladi. Eshiklar hammasi high-tech eshik, bir zal joyimiz, oshxona, spalnik, ham bu tarafimiz esa sanuzel qismi bo'ladi. Birinchi chetdan ko'rsatib boraveramiz. Bu yerda radiatorlar ham yaxshisidan qo'yilgan, elektrik avtomatlar ham o'rnatilgan, devorlardagi aboylar ham Atachento Moishi aboylardan foydalanganlar. Dokument ham 100% tayyor. Zal qismimiz bo'ladi yana. Devorlar bilan aboy, konditsioner ham bor, jaluzlar asilgan, radiatorlar qo'yilgan, aynalar ark faramlaridan. Patologlarimiz esa natija lyustralar ham asilgan. Karnizlar qistilgan. Bu yerda tezor o'rnatib berdi ekanlar. Tezor ham bor, hurmatli vatandoshlar. Gaz ve suvlar VIP muammosiz gap turibdi. Transport ham o'tib turibdi yonidan 5 marshrut hurmatli kanallarimiz a'zolari. Yana tarafında magazinlar ham muammosi yo'q. Birimiz ham yine katta qolgan. Birimiz sanuzel qismi bo'ladi. Xalasangiz bu yerda bir kishini golobcha qo'yib, tezor o'rnatib, tomosha qilib o'tirsangizlar ham bo'ladi azizlar. İşlerimiz nar işler ham o'rnatilgan. Oshxona qismimiz registrlari qo'yilgan, tepli pol kollektorlar bu yerda. Hurmatli vatandoshlar, sanuzellar tepli pol, kuxnya mebellar bor, fortlar qilingan, gaz plitalar o'rnatilgan. Bu yerda duxkondensatsiyali отопление ham qo'yilgan, reduktorlar ham qo'yilgan, gaz cho'chiklari bor, xolodilniklar ham qo'yilgan, yani toza xolodilnik hali hech kim ishlatmagan. Kvartiramızda yaşalmagan. Hurmatli vatandoshlar, tayyor xonadan gelip doğru girib yashaydigan. Bu yerda spalnik qismi. Spalnisi bor. Hurmatli vatandoshlar, bu yerda shifon boyaklar, laminatlar yayilgan, gilamlar döşalgan, eshiklarimiz high-tech eshik, jaluzlar ham osilgan. Tayyor xonadan. Tayyor xonadan qarab yurgan vatandoshlarimiz uchun ajoyib variant. Yangi domda xalasangiz mulkiyatini yanına olib kelib, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olishingiz mumkin. Bu tarafimiz sanuzel qismi bo'ladi. Hurmatli vatandoshlar, sanuzelning eshiklarining ajoyib eshiklardan yaxshi xilasidan qo'yilgan. Sanuzelimiz ham polni tayyor, oyoqlar ham kafil, divorlar ham kafil, patologlar esa natija qilingan, dimoqli joylari bor, aristolar ham o'rnatilgan. Bu yerda dushoy qilib ko'taganlar, xalasangiz dushoy kabina qilib bersangizlar ham bo'ladi. Aynan o'rnatib. Hurmatli vatandoshlar, azizlar, kanallarimiz a'zolari, kvartiramizda joylashgan mestasini eslatib o'tadigan bo'lsak, Urganch shahrimizning Nadmesida Beshni ko'pirga yaqin yerda yangi domda birinchi qavatda 2 xona 52 kvadrat metr bo'lgan kvartira bilan tanishib o'tdik. Narxi 420 million so'm aytilib turibdi. Ustida kelishadigan yeri bor. Dokumentdan muammo yo'q. Dokument tayyor, to'g'ri oformlab bo'ladigan. Ham etaj ham zo'r. Birinchi qavat, yosh katta odamlar uchun zo'r etaj azizlar. Birinchi etaj chiqib tushish uchun o'ng'ayli. Suv, svet, gazidan muammosi yo'q. Transportlardan muammo yo'q. Yan atrofida bog'cha, maktablar bor. Transport 5 o'tib turibdi. Banisa deysizmi, kafe deysizmi, restoran deysizmi, bog'cha, maktablar hammasi o'ng'ayli, zo'r mestada joylashgan. Mesta положенияsi zo'r, texnik, shavot kanali ham yaqin azizlar. Chiqsangiz shavot kanali ham bor yanında. Yozda bir chiqib dam olib o'tirmoqqa mestasi zo'r. Narxini yana bir takrorlab o'tamiz. 420 million so'm kelishadigan yeri bor. Eğer kanallarımıza abone bo'lmaganlar bo'lsa, abone bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursangiz, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon ajoyib xonadonlarni taqdim qilib boraveramiz. Hamma sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi videolarimizda görüşguncha deb qolamiz.